Assalomu alaykum. Kamina Jaforovich sizlar bilan milliy sertifikatga tayyorgarlik bepul onlayn darslarida birgamiz. Demak, bizni shunchaki qo'llab-quvvatlang, like bosing, kommentga o'z fikr mulohazalarni qoldiring, kanalga obuna bo'ling. Bu videoni sertifikat olish kerak bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Biz siz uchun harakatdamiz. Demak, boshladik. Demak, do'stlar, bizda birinchi savol geometriyaga doir. Demak, shunaqa savol bor ekanki, berilgan ixtiyoriy bir uchburchakni faqat balandliklariga ko'ra yuzasini toping. Yaxshi? Demak, ajoyib savol. Demak, bu degani bizda faqat 3 ta balandlik bor. Misol uchun, mana bu H1 balandlik desak, misol A tomonga tushgan. Bu keling H2 balandlik bo'ladi. H2 balandlik, misol B tomonga. Keyin uchinchisi ham shu ichkaridan o'tganda faraz qilamiz, bu H3 balandlik va C tomonga tushgan. Demak, endi o'zi asosan uchburchakning yuzasini formulasini bilamiz. S barobar, misol uchun, endi 3 ta tomon bo'yicha yozadigan bo'lsak, xo'p, A ko'paygan H1 taqsimda 2. Yana S barobar B ko'paygan H2 taqsimda 2. Yana S barobar S ko'paygan H3 taqsimda 2. Demak, yuza bor, balandliklar bizdan ma'lum, endi 3 ta balandlik bor, lekin mana bu tomonlar yo'q. Demak, tomonlarni biz balandliklar bilan ifodalab olishimiz kerak. Yaxshi, demak, A tomonni topadigan bo'lsak, bu yerda 2S taqsimda H1 bo'ladi. Xo'p, B tomonni topadigan bo'lsak, 2S taqsimda, demak, H2 bo'ladi va C tomonni topadigan bo'lsak, 2S taqsimda H3 ga teng bo'ladi. Yaxshi, endi xo'p, yuzani topishimiz kerak ekan, do'stlar. Biz bilamizki, tomonlar berilganda bitta formula orqali yuza topiladi. Ya'ni u quyidagicha yoziladi, u formulamiz. Demak, ildiz ostida P minus A ko'paygan P minus B ko'paygan P minus C. Ya'ni buni bilganlar biladi, bilmaganlar uchun bu Geron formulasi. Uchburchakning tomonlari berilganda topiladi. Bu yerda P bu perimetr emas, bu perimetrning yarmi, ya'ni A plus B C taqsimda 2 ga teng. Yaxshi, endi 3 ta tomonimiz bor. Biz shuni yarim perimetrni topib olishimiz kerak. Xo'p. Demak, bizda yarim perimetrimiz bo'ladi. ABC ning o'rniga mana bu 2S taqsim H ifodalarini qo'yamiz. Demak, 2S taqsimda H1, xo'p, 2S taqsimda H2 va 2S taqsimda H3. Shuni yarmi. Demak, suratdagi umumiy ikkilarni chiqarib yuborib qisqartiramiz. Shunda bizda demak perimetr deganimiz 1 taqsimda H1, 1 taqsimda H2 va 1 taqsimda H3 ga teng bo'ladi, do'stlar. Yarim perimetrimiz 3 ta balandligini, ya'ni bir teskarilarini yig'indisiga teng ekan. Yaxshi, endi P ifodani topdik. P minus A ifodani topamiz, ya'ni mana buni. Bizda aytgancha S ifodalari bor. S ni umumiy qilib qavsdan tashqariga chiqarib qo'ysak bo'ladi. Aytgancha esdan chiqdi. Ikkilar qisqarib ketdi. Demak, buni ayiramiz. Ya'ni mana shu ifodadan xo'p. Demak, 1 taqsim H1 plus 1 taqsim H2, biz P minus A ni topyapmiz, do'stlar. Plus 1 taqsim H3 dan ko'paygan S ifodadan ayiramiz 2S taqsimda. Xo'p, keling shuni to'g'rilab o'tamiz. 2 taqsimda H1 ko'paygan S. Buni ayirsak, shu S qavsdan tashqariga chiqadi-da. S qavsdan tashqariga chiqadi. 1 taqsim H1 dan 2 taqsim H1 ni ayiramiz. Bizda 1 taqsim H2 plus 1 taqsim H3 va minus 1 taqsim H1 chiqadi. Endi P minus B ni topamiz. P minus B deganda yana shuni 1 taqsim H1, 1 taqsim H2 va 1 taqsim H3 ko'paygan S degan ifodadan ayirishimiz kerak. B degan ifodamiz 2S taqsim H2, ya'ni 2 taqsimda H2 ko'paygan S ni. Yana S ni qavsdan tashqariga chiqarsak, endi 1 taqsim H1 qoladi bu safar. 1 taqsim H2 dan 2 taqsim H2 ni ayiramiz. Minus 1 taqsimda H2 plus 1 taqsim H3 bo'ladi. Endi oxirgisi P minus C ifodani topishimiz kerak. Yana o'sha 1 taqsim H1, 1 taqsim H2 va 1 taqsimda H3. Qavsda S ifodadan ayiramiz 2 taqsim H3 ko'paygan S. Yana o'sha S ni qavsdan tashqariga chiqaramiz, umumiy bo'ladi.
Yozamiz 1 taqsim h1 plus 1 taqsim h2 va 1 taqsim h3 dan 2 taqsim h3 ni ayiramiz minus 1 taqsimda h3 ga teng bo'ladi. Yaxshi. Endi mana bu va mana bu ifodalarni ko'paytirib, mana bu formulani yozib chiqamiz. Demak, bizda s barobar ildiz ostida xullas kalom keling qisqacha yozamiz. S ning 4-darajasi, ya'ni 4 ko'paydi. Xo'p, bu yoqda 1 taqsim h1 plus 1 taqsim h2 plus 1 taqsim h3 ko'paygan 1 taqsim h2 plus 1 taqsim h3 minus 1 taqsim h1 ko'paygan 3-chi ifodamiz. Demak, 1 taqsim h1 minus 1 taqsim h2 plus 1 taqsim h3 va 4-chi ifodamiz mana bu oxirgisi 1 taqsim h1 plus 1 taqsim h2 va minus 1 taqsim h3 ifodasi bu to'liq ildizda. Endi bu yoqdan s kvadrat chiqadi. S kvadrat. Xo'p, bizda turibdi s ko'payib s teng, ya'ni 100 teng. S kvadrat ko'paygan mana shu ifodamiz to'liq ildizning ichida, ya'ni ildiz ostida mana shu ifodamiz turibdi. Mana bu s bilan bu s ni qisqartiramiz. Bizga s ni o'zi kerak. Shuning uchun ildizli ifodani bir taqsimlik qilib o'tkazamiz. S barobar 1 taqsimda, demak, mana bu ifodalarni yozib chiqamiz. Ya'ni ildiz ostida demak 1 taqsim h1, 1 taqsim h2, 1 taqsim h3 ko'paygan bu ifodamiz 1 taqsim h2 plus 1 taqsim h3 minus 1 taqsimda h1 ko'paygan. Demak, 1 taqsim h1 plus 1 taqsim demak minus ekan. Mana bu minus h2 plus 1 taqsimda h3 va ko'paygan oxirgi ifodamiz mana bu. 1 taqsim h1 plus 1 taqsimda h2 va minus 1 taqsimda h3. Mana. Demak, bu to'liq ildizda yopiladi. Demak, do'stlar, agar sizga faqat uchburchakni balandliklari berilsa, mana shu formula orqali yuzasini topishingiz mumkin. Demak, videoni oxirigacha ko'ring. Bu video sizga foydali bo'ladi. Biz fevral oyida siz bilan Xudo xohlasa sertifikatga ega chiqamiz. Demak, bu videoni maksimal tarqatamiz, kommentni portlatib qo'yamiz. Biz esa davom etamiz. Demak, do'stlar, bizda ikkinchi savol sistema berilgan. Sistemaning natural yechimlar soni va irratsional yechimlar sonini topishimiz kerak ekan. Yaxshi. Endi nima qilamiz? Yaxshi. Demak, mana bu ifodadan keling x ni topib olamiz. Endi iloji yo'q. Xo'p, demak, yozamiz x minus 1 barobar 2 taqsimda y minus 1. Minus 1 ni narigi tomonga plus qilib o'tkazamiz. Demak, x teng 2 taqsimda y minus 1. Xo'p, plusdan 1. Y minus bittadan makhraj beramiz bunga. X teng bo'ladi 2 plus y minus 1 pastda y minus 1. Xo'p, hisoblasak y demak plus 1 pastda y minus 1 ga teng bo'ladi. X degan ifodamiz. Endi tepadagi har bir x o'rniga mana shu ifodamizni keltirib qo'yamiz. Demak, y plus 1 taqsimda y minus 1. Xo'p, ko'paygan y qavs ichida y plus 1 taqsimda y minus 1 plus 1 ko'paygan yana y plus 1. Bu o'zi bor. Barobar 72. Xo'p, endi soddalashtiramiz. Ya'ni y endi tepaga ko'payadi bu qavsda. Y kvadrat plus y pastda y minus 1. Bu qavs ko'paygan. Bu yoqqa makhraj bersak, birlar ketadida 2y bo'ladi. Ya'ni mana bunga y minus 1 dan makhraj bersak. Pastda yana y minus 1. Bu bitta ifoda. Ko'paytirilgan bu yoqda yana y plus 1 ni o'zi teng 72. Endi do'stlar, mana bu yerdan y ni chiqarsak, bu yerdan mana bu ikkalasi ko'payadi-da, kimli bo'ladi? 2y ham bor, 2y kvadrat bo'ladi mana bu bilan ko'payib, y minus 1 bilan y plus 1 bilan y plus 1 ko'payadi-da, y plus 1 ni kvadrati bo'ladi. Pastda y minus 1 ni qavs kvadrati barobar
72. Endi mana bu 2 bilan mana 72 ni qisqartiramiz, 36 qoladi. Buni darajasi bir xil bo'lgani uchun ichkariga ko'paytirib yoramiz. Ya'ni bizda quyidagicha bo'lyapti. Y kvadrat plus y ning kvadrati teng mana bu pastdagi ifodani 36 ga ham ko'paytirib yoramiz. 36 demak y minus 1 ni kvadrat. Xo'p, ikki tomonda kvadrat bo'lgani uchun bir tomonga o'tkazamiz, minus bo'ladi o'rtasi va 0 ga teng bo'ladi. Bu yerda 36 ni ham biz 6 ning kvadrati deb yozib olamiz. Demak, bu qisqa ko'paytirish formulasida ikkita qavsga ajraladi. Qanday? Y kvadrat plus y, masalan, birinchi qo'shsak 6y minus 6 bitta qavs. Ikkinchisi y kvadrat plus y ayirsak minus 6y minusga minus plus 6 bo'ladi, barobar 0. Xo'p, buni ishlasak y kvadrat deb soddalashtirsak plus 7y minusdan 6 bitta qavsda. Xo'p, bu yoqda y kvadrat minus 5y plusdan 6 barobar 0. Xo'p, yaxshi. Endi ikkita ko'paytma 0 bo'lsa, har birini 0 ga tenglashtiramiz. Xo'p, bu yerdan ko'paytmasi 6 ga, ayirmasi 7 ga teng bo'lgan son. Demak, bu yerda ildizli son qatnashadi. Ya'ni y1 2 teng bo'ladi. Minus 7 plus minus 49 plus 24. Pastda 2. Bundan demak bu ikkita qavsga ajraladi. Y minus 2 yu y minus 3 barobar 0. Demak, bundan y1 2 chiqadi. Demak, y2 3. Ikkita demak natural y topdik. Bu yoqda ildiz irratsional. Demak, qarang, jami 4 ta y chiqdi bizda. Bundan ikkita, bundan ikkita. Xo'p, shularning ikkitasi natural. Keyin natural x ni ham topib qo'yamiz. Natural demak x1 desak, 2 plus 1, 2 minus 1. Demak, 3 bo'lar ekan. x2 ni topadigan bo'lsak, 3 plus 1, 3 minus 1, 4. 4 2 ga bo'lsa 2. Demak, bizda natural javoblar 3 bilan 2 ekan va yig'inda 2 bilan 3 ekan. Demak, ikkita natural yechim bor ekan. 3 2 va 2 3. Endi mana bu yerdan konkret ikkita y chiqadi. Bitta plusli, bitta minusli qilib ajratdik va shundan ikkita x ham chiqadi. Ya'ni mana bu yerga qo'yganda hech qanaqa 0 ga teng bo'ladigan qiymati yo'q. Demak, bizda birinchi shart bo'yicha sistemaning natural yechimlari soni 2 ta ekan. 3 bilan 2. Ikkinchi shart bo'yicha faqat yechimlar sonini so'ragan. Shuning uchun mayli to'g'rilab yozib qo'yamiz. Hech bo'lmasa y ni. Demak, y 1 bo'ladi minus 7 plusni o'zi deylik. Hop, 3 73 pastda 2. Y2 minus 7 minus ildizosi 73 pastda 2. Demak, shundan x1 ham ildizi son chiqadi, x2 ham jami, ya'ni ikkita irratsional son bor ekan. Demak, ikkita natural va ikkita irratsional yechimga ega ekan. Davom etamiz do'stlar. Xo'p, bizda 3-savol demak progressiyaga doir savol ekan, quyidagicha. Arifmetik progressiyani 13-hadini, demak A13 ni 3-hadiga bo'lganda, demak A3 ga bo'lganda bo'linmada, demak bo'linmada 3-bo'linmada 3 bo'ladi. Bo'linmada 3 bo'lar ekan. Ana endi 18-hadini, demak A18 ni 7-hadiga bo'lganda bo'linmada 2 qoldiqda 8 hosil bo'lar ekan. Demak, bo'linmada 2 bo'lsa, bu 2 ga teng. Qoldiqni biz bo'linuvchini ayirib qo'yamiz. Demak, bo'linuvchi demak A18 edi. Mana shunaqa bo'lsa, progressiyani ayirmasini, ya'ni D ni va birinchi hadini topishimiz so'ralgan ekan. Yaxshi. Demak, biz bilamiz, bu progressiyani ketma-ketliklarga doir mana bu yaxshi degan. Demak, ifodalab olsak, A13 teng 3 ta A3. Endi biz bilamiz, A1 va D orqali ifodalashni. Demak, A13 degani A1 plus 12D bo'ladi. Bu 3 ko'paygan A3 deganimiz A1 plus 2D bo'ladi. Yaxshi. Endi qavsni ochib soddalashtiramiz. A1 plus 12D barobar 3A1 plus 6D.
Xo'p, buni chapga, buni o'ngga o'tkazsak, 2 ta A1 teng 6 ta D bo'lar ekan. A1 ni o'zi 3 ta D ga teng bo'ladi. Yaxshi. Endi mana bu ifodani ham shunaqa maydalab yozishimiz kerak. A18 deganimiz A1 plus 17D, undan 8 ni ayirib 7-xat A1 plus 6D ga bo'lsa, prosta bo'limni 2 bo'ladi. Chunki qoldiqni ayirdim-da. Endi A1 bor ifodani o'rniga 3D ni qo'yamiz. Demak, mana bu yerda 3D plus 17D minus 8. Pastda 3D plus 6D barobar 2. Hisoblasak 20D minus 8 pastda 9D barobar 2. 9 ko'paytiramiz. 20D minus 8 barobar 18. Xo'p, 18D. 8 ni 10 ga, 18D ni past chapga o'tkazsak, 2D barobar 8, demak D barobar 4 ga teng bo'ladi. Demak, ayirmasi 4 ekan. Unda A1 ni topsak, 3 kara 4, 12 ga teng bo'lar ekan. Demak, do'stlar, buguncha shu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Bu videoni barchaga jo'nating. Fevralda milliy sertifikat olish kerak bo'lgan tanishlarga bu videoni albatta yuboring. Foydali bo'ladi. Demak, kanalga obuna bo'lib kuzatasiz degan umiddamiz. Biz siz uchun harakatdamiz. Hali yana ko'rishamiz.